Assalomu alaykum jigarlar, hamma zo'rmi, charchamasdan to'palang qilib yuribsizlarmi? Do'stlar, bugun sizlarga yangi saytni tavsiya qilmoqchiman. O'ta yangi jigarlar. Sayt haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, sayt TronPik saytiga o'xshagan sayt. Unda ham biz Tron kriptovalyutasini ishlaymiz. Asosiysi muhimi deydi-yu jigarlar. Sizlarga tavsiya qilayotganimdan maqsad ya'ni bitta jigar saytni tashadi silkasini orqasidan o'sha saytdan pul chiqargan chekini ham tashadi do'stlar. U degani sayt to'layapti jigarlar. Sayt to'layotgani uchun men sizlarga tavsiya qilyapman jigarlar. Endi TronPik saytiga o'xshagan sayt, o'shaning uchun menimcha dal shu to'laydi, dal shu ishlayveradi degan umiddaman. O'zingizlar bilasizlar, Pik saytlari, ya'ni TronKing, LiteKing, DogeKing, shunga o'xshagan yana 7 tami o'zi option Pik saytlari вообще konkretni to'lab beryapti. 3 yilmi, 4-yilmi bo'lyapti уже. Yaxshi to'lab beryapti. O'rtada bitta shu King saytlari do'stlar ozgina o'tirib qo'ydi, lekin bilmayman dalshi nima bo'ladi, lekin hozircha ishlab turibdi saytlar. Просто так LiteKing bilan keyin yana qaysi BNB Kingmi, shu ikkalasidan pul chiqardim, cho'ta tushib kelmadi do'stlar. Oxirgi pul chiqarganimda shu paytgacha to'lab berib turdi. 1 oymi, 2 oymi bo'lyapti. Ikkinchi oy ketyapti daji. Oxirgi pul chiqarganlarim tushib kelmadi, hali ham turibdi istoriyada. Просто qolgani keyin 1 oymi bo'ldi. O'zingizlar bilasizlar, Telegramga chekin ham tashlaganman. TronKing saytidan chiqargan edim. TronKing saytidan chiqarganim tushib keldi. Просто endi bu yerda nima bo'lyapti bilmadim. Qolganlardan ham chiqarib ko'rmadim yaqin orada. Shuning uchun shunaqa gaplar do'stlar, yangiliklar shular. Endi hozir qaysi saytlar o'zi yaxshi ishlab kelyapti desalar do'stlar, unga ham javob berib ketishim kerak. Hozirda faqat Pik saytlari qolganlardan hozircha yaqinda pul chiqarib ko'rmadim, lekin qolganlari hozircha to'lamayapti demayman, qolganlari ham to'layapti jigarlar. Yaxshi, просто yaqinda pul chiqarib ko'rmadim, lekin pul chiqarsam albatta shu Telegram kanalimga chekin tashlayman. Telegram kanalim shu video opsiyasida bo'ladi. Albatta o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, o'sha yerga birinchi tashlayman do'stlar. O'sha yerda ma'lumotlar, masalan, qaysi saytdan pul chiqarsam o'sha yerga tashlayman. O'sha yerda ko'rishinglar mumkin bo'ladi, endi qaysi saytdan pul chiqarayotganimni. Shunaqa gaplar jigarlar, men videorolikni boshlayman. Qisqacha ma'lumot beraman do'stlar. O'zingizlar shunga qarab gazni bosaverasizlar. Aytdim-ku do'stlar, shu TronPik saytiga o'xshagan sayt. Просто tak faqat yangi chiqdi, gazni bosamiz. Kim xohlasa albatta aytgancha do'stlar, buni shu like yarimta bo'lsa ham bosib ketingizlar, o'lsin endi shu like. Kanalga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, o'lsin, hech nima qilmaydi, osmon uzilib yerga tushib ketmaydi do'stlar. Shu kanalga obuna bo'lib, shu o'zi har zamonda bitta videorolik chiqaryapman, shuni ko'rib, shu ma'lumotlarni ko'rib, shunga qarab harakat qilsanglar, o'zingizlarga yaxshi deb o'ylayman-da jigarlar. Omad hammaga. Do'stlar, mana bizning yangi saytimiz. Bu sayt yaqinda ish boshladi, aytib o'tganimdek. Saytdan birinchi navbatda biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. E'tibor beringizlar, bu yerda sign up degan yozuv ustiga bosishimiz kerak. Bundan keyin bizda hozir chiqadi, ozgina zagruzka bo'lyapti. Mana bunaqa joy chiqadi do'stlar. Bu joylarga nima yozish kerak? Birinchisiga lotincha harflar bilan albatta do'stlar birorta so'z yozamiz. Birinchisiga, undan keyin esa ikkinchisiga elektron pochta, uchinchisiga parol, to'rtinchisiga yana o'sha parolni qaytadan yozamiz. Keyin esa faqatgina pastda kapcha chiqadi. Kapchani terib turib, mana bu sign up degan yozuv ustiga bosishimiz kerak va biz ro'yxatdan o'tib olamiz do'stlar. Tushunmaganlar albatta Telegramdan murojaat qilsalaringiz, qo'ldan kelgancha yordam beraman ro'yxatdan o'tishga. Xo'p. Albatta endi do'stlar, men hozir saytga kirib bo'lganman. Shuning uchun mana login degan joyga o'tib turib, o'zimning elektron pochtam bilan parolimni terib kiraman saytga do'stlar. E'tibor beringizlar, bu yerda hozir kapcha chiqmayapti. Mana e'tibor beringizlar. Pastda oldin kapcha chiqishi kerak. Oldin kapchani teramiz va undan keyin do'stlar biz ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin-da bu faqat. Keyin boshqa vaqt kirganlaringizda xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir bitta obnovleniya beraman va menda kapcha chiqishi kerak mana. E'tibor beringizlar. Bu yerda kapcha chiqadi hozir mana. Zagruzka ketyapti hozircha. Kapcha chiqqandan keyin do'stlar, mana shunaqa narsa endi nima deydi? Короче, ошибка ham berib qolishi mumkin kapcha, shuning uchun qaytamiz va boshqatdan yana login degan joyga kirib, yana boshqatdan obnovleniya beramiz. Короче, shunaqa problema bo'lib qolsa-da do'stlar, sizlarda ham kapcha chiqmay ошибка beradigan bo'lsa, obnovleniya bersak, albatta kapcha nima bo'ladi? Joyiga keladi. Просто с собой проверка deyapti. Yana bitta obnovleniya beramiz.
Так что bu должен ishlash kerak. Mana ishladi. E'tibor berib turingizlar menga. Hali hech narsamni yozganim yo'q. Mana uspешно dedi. Kapcha terilgandan keyin faqat biz o'zimizda login parolimiz bilan login parolimizni yozsak, o'zi saytga kirib ketadi do'stlar. Bu faqat ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin boshqa vaqtda kirishimizda xuddi shunaqa kiramiz do'stlar bu. Endi e'tibor beringizlar, balansimda hozircha 0. Men ham yaqinda ro'yxatdan o'tdim. Endigina endi ish boshladim men ham. E'tibor beringizlar, bu yerda nimalar bor. Xuddi o'sha TronPix saytlarimizga o'xshagan bunda ham o'rinlar bor. Pashta bir xil o'rinlari ham, bunda ham shu 5-o'rin, 6-o'ringa chiqsak, har soatda bittadan Tron beradi do'stlar. Mana 6-o'ringa chiqib olsak, hatyabi 6-o'ringa chiqarib olsak, bizda har soatda mana bu kapchani terganimiz uchun va claimni bosganimiz uchun bizga bittadan Tron beradi. Agar biz 6-o'ringa tushib kelsak. Xo'p, endi aytishingiz mumkin, bilmaydiganlar uchun ma'lumot berib o'taman. Albatta o'rin ko'tarish uchun albatta o'yin o'ynash kerak do'stlar. O'rin ko'tarish uchun faqatgina o'yin o'ynash kerak. Mana bu multiplay degan joyga kirsak, bu yerda o'zining o'yinlari bor. Mana kamroq bo'lsa ham 4 dan 5 dan o'yini bor o'zining. Albatta bilasizlar, o'rin ko'tarish uchun eng yaxshi o'yin bu ruletka o'yini do'stlar. Ruletka o'yinida qanday qilib tez o'rin ko'tarish mumkin desalaringiz, albatta videosi Telegram kanalimda bor. Telegram kanalimga kirasiz, 12-may kunini topasiz va 12-may kuni men Telegram kanalimga shu saytlarda o'rin ko'tarish to'g'risida video rolik tashlaganman. O'shani bitta ko'rasiz va gazini bosasiz do'stlar. Bu saytlarda pul ishlashning ikkita yo'li bor. Xohlasalaringiz depozit qilib turib saytga mana shu o'yinlarni o'ynab turib pulni ko'paytirib chiqarib olsagan bo'ladi. Ikkinchi yo'li, agar kimda kim o'ynashni bilmasa, faqatgina yutqizsa yoki bo'lmasa tushunmasa, faqatgina depozit qilib turib o'rin ko'tarishga o'ynash kerak va o'rin ko'tarilgandan keyin albatta bosh bo'limga o'tib turib o'rinimizni ko'targanimizdan keyin faqatgina kapcha terib pul ishlaymiz do'stlar. Tamommi? Kapchani teramiz va mana claimni bosaman, menga qanchadir summa beradi hozir. Chunki birinchi o'rinda bo'lganim uchun menga mana bu summani beradi. E'tibor beringizlar mana. Chunki men hozircha birinchi o'rindaman. O'rin ko'tarish juda ham oson boshida, albatta, lekin o'rin ko'tarilgan sari qiyinlashib ketaveradi do'stlar. Shularga e'tibor beramiz. Xo'p, endi yana bitta narsani aytib o'tay do'stlar. Videoni boshida aytish esdan chiqdi. Saytdan ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin birinchi navbatda biz elektron pochtamizni aktivlashtirib qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bu profil degan joyga kirib elektron pochtamizni aktivlashtirib qo'yamiz. Tak что shunaqa gaplar do'stlar. Keyin depozit qilish, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana depozit degan yozuv bor. O'sha depozit degan yozuv ustiga bossak, o'zi bu yerda mana tak что bitta adres bo'lishi kerak. Tak, adresni olish uchun mana uni ustiga bosaylikchi. Bu yerda minimum tak 2 ta debdi. Короче, minimum 2 ta nima depozit qilsak bo'ladi ekanda. 2 yozaylikchi, nima bo'ladi ekan? Masalanda yozdim, 2 ni bosdim va 2 ni bosib turib ustiga bossak, keyin bizga adres beradi ekan. E'tibor beringizlar. Kim qancha depozit qilmoqchi bo'lsa, albatta 2 tadan ko'p summani yozamiz va o'shanda bizga Tron adres beradi ekan. Mana bu Kaprot degan adresni bossak, Kaprot bo'ladi va o'sha adresga biz xohlagan joyimizdan kashulag bilan boshqa bo'lamiz, lekin shu Tron tashlasak bo'ldi do'stlar, saytga tushib keladi. Undan keyin biz bemalol gazini bosib ishlayversak bo'ladi. Keyin pul chiqarishga keladigan bo'lsak, pul chiqarish ham xuddi shu yerda ikkalasi bir joyda turibdi. Mana e'tibor beringizlar. Pastgisi Withdraw. Withdraw degan joyga kirsak, bu yerda pul chiqarish joyi do'stlar. E'tibor beringizlar, bunda ham xuddi TronPix saytimizga o'xshagan, bunda ham minimalga 15 ta Tron ekan pul chiqarish do'stlar. Oson, shunchaki mana bu adresni yozamiz, ikkinchisiga summani yozamiz va albatta kapchani terib turib, mana Withdraw degan yozuv ustiga bossak, pul chiqarishga qo'yiladi va 24 soat ichida tushib keladi do'stlar. Shularga e'tibor beramiz. Mana bu yerda kamgina komissiya ham oladi ekan. Xo'p, menimcha normal ma'lumot berib qo'ydim sayt to'g'risida. Albatta, qo'ldan kelgancha ma'lumot berdim. Ko'pchilik biladi, bilmaydiganlar uchun albatta bu ma'lumotlar bo'ldi do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa gazini bosamiz, to'xtash yo'q do'stlar. Hammaga omad, gazini bosingizlar do'stlar. Sog' bo'lingizlar.